Siz? Da. 1, 2, 3. Santa, 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 Panda, 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 Fanta, 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 Aha. Fanta, Fanta, Panda, Panda, Yo'q. Santa, 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 Fanta, Aha. Fanta, Panda, iya. Voy, nimaga hayajonlanasiz? To'g'ri aytib bera olasiz. Sizga 500 ming beraman. Qolaversa kamiga Azga Travel'dan esdalik sovg'alarni beraman. Santa, 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 Panda, 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 Fanta, 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 Panda, Panda, Santa, 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 Fanta, Panda, Santa, Fanta, Voy, nimaga adashib ketdingiz? Sen juda oson edi-yu. Sen bitta aytib ko'ringlar, osonmi, qiyinmi? Shunda izohda yozib qoldirasizlar. Santa, 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 ayiq, ayiq, Oh, ayiq. ayiq emas, panda-yu bu. Panda. Ashida. Devor orasida. Ishtirokingiz uchun kattakon rahmat aka. Sizga esdalik sovg'a beramiz endi. Bizni Asia Lux Travel'dan esdalik sovg'a. Santa, 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 Panda, 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 Fanta, 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 Panda, Panda, Santa, Santa. Aytavering. Santa, Santa, Fanta, Panda, Santa, Fanta, Panda, Panda. Santa, Fanta, Panda, Santa, Santa, Panda, Fanta, Santa. Santa dedingizmi? Panda dedi Santa oxiri. diyor. Yok be. Ishtirokingiz uchun kattakon rahmat. Ismingiz nima? Shirin. Sizga esdalik sovg'alarni mamnuniyat ila topshiramiz. Santa, 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 Panda, 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 Fanta, 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 Panda, Panda, Santa, 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 Fanta, Panda, Panda. Nimaga qilyapsiz? Oson edi o'sha. Asia Lux Travel hamkorligida ushbu qiziqarli va bayramona savolni tayyorlaganmiz. Agar ushbu savolga siz ham to'g'ri javob, ya'ni shartni to'g'ri bajara olsangiz, albatta kommentariyaga bajardim deb yozib qoldiring. Darvoqe, bizning kanalga, ya'ni Andijon blog sahifasiga podpiska bo'lish esingizdan chiqmasin.